Degani, biz sen bilan hozir uyimizda bor narsalardan erinchoqlar uxolini qilamiz. Qani ketdik. Xullas menda Manyodan gidrofilka и cleanser. Lagomdan gidrofilka ham bor, lekin bugun sen bilan yangisini ishlatib ko'ramiz. Jersimsin. Bu cleanser. Mening yuzim shunaqa quruqlashib ketgan. Boshladik. Sevaman. Sening umrida birinchi marta o'qot qilayotgan deganing. Tetirmay qolay. Shetga yuzimga bunday chiraq tushib turish kerak. Xullas gidrofikada yuzimizni yaxshilab dep qilishimiz kerak. Bu burnimizdagi bunaqa qorachalarimiz, yuzimizdagi qorachalarimiz chiqib ketadi. Endi mono narsani ishlatamiz. Yaxshilab qo'limizga ayko. Betni ochmabmiz-ku. Ayko. Va granina ya. Bo'ladi. Voy, sevaman, o'ylaymanki, betini kir suvlab bergan qizlar qolmagan. Bunday qilamiz, betimizni yana bir marta yuvamiz. Yuzimizni ham yuvib oldik, jononlar. Endi buni chochiqqa artamiz. Bir martali irayon, ya'ni shunaqa o'zi maxsus yuz uchun salfetkalar bor, shunaqa yaratish kerak, lekin menda unaqa yo'q. Shuning uchun oppoq sochiqqa artaman. Madaqmas, shunchaki bo'ldi. Buni ilib qo'yamiz, chiroyli qilib. Endi ayamiz ko'rsa sekinlaydi. Quritib oldik, shunaqa maska, toner, shunaqa narsalar ishlatish kerak edi, lekin biz erinchoqmiz, unaqa narsa ishlatmaymiz. Bizda 345 kremimiz bor. Qayta plyonkachalar bor ekan. 345, 347si o'ta quruqlar uchun adashmasam. Bu hammaga tushadi, shuning uchun 345 olganlaring ma'qulroq. Aytat, buni qaranglar. Sevdim buni, bir marta magazinda ishlatib ko'rdim, shunaqa yoqtiriga qaramadim, sразу oldim, o'zbeklik 150 mingga oldim qizlar. Qizlar bilasizlar, bu kremni narxi mana pijamani narxidan qimmat. Тоже мне. Degani, obuna bo'ldingmi? Obuna bo'lmagan bo'lsang, obuna bo'lib qo'y, chunki keyingi safar bu reyslar yoningdan, yo'lingdan chiqmasligi mumkin. Shuning uchun bitta recha bosib, obuna bo'lib qo'y.